Davlat xavfsizligi xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona shahrida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia 3 Bog'dod tumani hududida to'xtatilib tekshirildi. Natijada avtomashina salonida 8 turdagi 413 dona sifati kafolatlanmagan dori vositalari borligi aniqlandi. Shuningdek, Bog'dod tumanida joylashgan va mazkur fuqaroga tegishli bo'lgan ikkita ombor ko'zdan kechirilganda sifat sertifikatiga ega bo'lmagan jami 60 turdagi 100.332 dona dori vositalari noqonuniy saqlanayotgani aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Tezkor tadbir davom ettirilib, Farg'ona shahrida joylashgan ombordan esa noqonuniy saqlanayotgan 39 turdagi 16.897 dona dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida dastlabki umumiy qiymati jami 8 milliard 1 million 429 ming so'mlik 117.642 dona sifati kafolatlanmagan dori vositalari vaqtincha saqlovga olindi.